Kelajak mashinasini ko'rganmisiz? U Jetson One. Bu shunchaki konsept yoki tajriba prototipi emas, balki vertikal tarzda oson uchib qo'na oladigan haqiqiy shaxsiy uchish apparatidir. U nihoyatda yengil bo'lib, tashqi ko'rinishi dron va Formula 1 bolida aralashmasini eslatadi. Uchuvchi uchun maxsus yopiq himoya kabinasi mavjud, konstruksiyasi esa alyuminiy va karbon kabi zamonaviy materiallardan tayyorlangan. Xavfsizlik uchun maksimal tezlik dasturiy tarzda 100 km/soat bilan cheklangan. Parvoz balandligi esa 450 metrgacha yetadi. Harakatni 8 ta kuchli motor ta'minlaydi va hatto ulardan biri ishdan chiqsa ham apparat parvozni bemalol davom ettira oladi. Kutilmagan vaziyatlar uchun avtomatik qo'nish tizimi, eng oxirgi chorada esa bir zumda ochiladigan ballistik parashyut o'rnatilgan. Boshqaruv shunchalik oddiy va intuitivki, har qanday inson bor yo'g'i bir necha daqiqa ichida o'zini haqiqiy uchuvchi kabi his qila oladi. Talab esa hayratlanarli. Kompaniyaning 2026 va 2027-yilga barcha modellari allaqachon sotib bo'lingan. 2028-yilga modelning narxi esa $148 ming etib belgilangan. Xo'sh, siz shunday apparatda uchishni xohlarmidingiz?